Faxriy Şerinçiş egisi. Merhamet. Assalomu alaykum. Hurmatli yo'ldoshlar. Men Sudandan keldim. Ismim Mollaz Abdurahmon. Hammangizga ochiq salom. Xo'sh, endi arzularni anglaylik. Oldi bilan program guruhimizga vakolatdan sizning kelganliklarini qizg'in qarshi olamiz. Arzularni anglaylik hamdi. Men 60-yili Börtlardan Olcu G'arbiga borgan. 62-yil Jungo Hindiston chegara voqeasi olib Qashqarga berib Hindiston urushi qatnashgan. 63-yil chegara voqeasi tinchig'andan keyin biz yana qaytib kelib Go'ngshida o'qib qoldik. Shundan beri Go'ngshida ishlab kelyaptim. Hozir ham deyishim 78 yosh. Salomatligim yaxshi emas. Mo'shunchalik vaqtimda har biringlar bilan bir ko'rishib ketay deb keldim. Qarshi olamiz. Jungo Hindiston urushi qatnashganmi? Jungo Hindiston urushi qatnashgan. Hindiston urushi qatnashgan milliy qism intayin ko'pda. Hozir Börtlarda ishkelan qoldi. Sudanda ishkelan qoldi. Oljuda ishkelan qoldi. Qolganlarimiz o'lib tugdi. Qarsab salomatligim yaxshi emas. Mo'shunchalik vaqtimda yo'ldoshlar bilan bir ko'rishib ketay deb keldim. Endi armonim yo'q, sizlar bilan har biringlar bilan bir ko'rishib oldim. Amsi sizning asosiy arzulari ko'pchilik bilan ko'rishish ham ayni vaqtdagi shu sabdoshlar bilan ko'rishmi? Hozir hamda bizdan har bir urush qatnashib qaytgan yo'ldoshlar men bilgandan boshqa yana nurg'un bo'lishi mumkin. Shulardan hamda hayot qilib hozir qadar hayot qilayotgan yo'ldoshlarga mush munosabat bilan bir salom aytib didor ko'rish olay dedim. Buldu. Bek yaxshi o'ylablar tag'a. Oldi bilan sizga va sizga o'xshash shu davlatimizning amonligi uchun jon fidolik ko'rsatgan shu bizningki jangchilarimizga, qahramonlarimizga salomimizni yo'llaymiz, hurmatimizni bildiramiz. Balkim ekran orqali sizni ko'rgandan keyin hayajonlangan, ayni vaqtda sizning sabdoshlari bor bo'lishi mumkin. Ekran oldida balkim o'tag'an bo'lishi mumkin yoki ularning oila tavobatlari sizni ko'rib hayajonlangan bo'lishi mumkin tag'a. Endi hozir bizning xizmatdoshlar bir uchurni yetkazdi. Sil Şerinçiş programmasi tizimlatgandan keyin bizning xizmatchi xodimlar sizning shu sabdoshlar bilan aloqalash bir nechalar bilan aloqalashibdi. Bugun naq maydonga olib kelishni o'ylashgan bo'lsa-mu, lekin endi dadlarimiz yoshga cho'ng bo'lib qolganligi uchun bak hayajonda ba'zi o'ylamagan ahvollarning yuz berib kelishining oldini olish uchun naq maydonga taklif qilmabdi. Biroq tag'a biz ayrim bir so'rin o'rinlashtirib korxonchilarning, bizningki xizmatchi xodimlarning birlikda ishtirok qilishi bilan sizni cho'qim shu sabdoshlar bilan uchrashtiramiz. Rahmat. Uning ustiga eng muhimi bugun sizlar bizning Şerinçiş programmasiga chiqqandan keyin ekran oldida o'tirgan sizning nurg'un sabdoshlari endi sizlar bilan aloqalashi mumkin. Sizni ko'rib oldi emasmi shunaqmi tag'a? Ham shuning bilan bir vaqtda bugun mush Şerinçiş programmasi orqali nurg'unlagan tog'larimiz ayni yillardagi shu xotirlarni tepib olgan bo'lishi mumkin. Bir necha kungacha balkim shu kunlarni eslashi mumkin. Go'zal xotirlar orqali ko'nglini ovundirishi mumkin. Uzun yillar ko'rishmagan do'stlarning, sabdoshlarning patroq birga bo'lib güzel xotirlarni tepib olishiga ham tilakdoshmiz. Undaq bo'lsa tag'a bek güzel arzu bilan kaplar, cho'qim sizlarning arzulari cho'qim reallik aylandi bizning bolalar aloqalashib bo'ldi. Keyinchi ekran orqali programmamizda ko'pchilikningki tag'imizning sabdoshlari bilan ko'rishgan güzel minutlarni yana ko'pchilikka sunamiz. Undaqda Şerinçişlar reallikqa aylangan bo'ldi tag'a, shundaqmi? Unda biz oldi bilan bizning shu ustozlarimiz bilan korxonchilarimizning so'zlarini anglab boqaylik. Siz o'rtirib yerib qolalimi deb ansirayapman. O'rindiqqa chiqib beramdik yo? Bo'ldi, rahmat. Gapni qisqartaylik, tog'imiz yerib qolmasin. Xo'sh, ma'lum bash so'zlasin. Assalomu alaykum chong dada. O'zimlar tubdan turiblar. Biz mana o'zlariga o'xshash shu xalqimizningki xotirjam turmushi, yurt makonimizningki ammanlik uchun cho'ng to'p qo'shgan shundoq pishqadam askarlarimizni
cho'nqur aslaymiz, hurmat bildiramiz. Bundan turiblar, meningcha sizlarningki orzulari amalga oshadi. Bu nihoyat yaxshi ahamiyatli orzu ekan. Sizlarningki salomat bo'lishlarni, davomli mushtaq jo'shqin turishlarni umid qilaman. Rahmat, rahmat. Mötəbər şirkətininki mötəbər toni davamlı xalqımız üçün qurbanlıq verə alaydigan, xalqımızdakı işlər üçün özünü bağışlaya alaydigan adamlarımız üçün davamlıq tayyor. Şoňa sizge bir qur mötəbər kostyum bürülkülerini təqdim qılmaqçı. Onundan başqa men 2 gündən aldıda bizdeki savaqdaş balla bilan o'tgan çağda şu çağdaki milliy qismga qatnaşqan bir askarninki 3-nji doktorxonada beden teşkil elip bağlılığını xəbərim var. Bu adam tapqını buludu. Eğer 1-2 gün qıça siz ketmeye qap qalsanız, biz bu programı tükenden keyin şu adam bilen sizni bir yüz görüşdüysek. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum cho'ng dada. Va alaykum assalom. Sherin tush gruppasi sizning sherin tushingizni amalga oshirishga chuqur tirishchilik ko'rsatdi. Agar ayni vaqtga shu sabdoshlaringizning hozirgacha oyat bo'lganlar bo'lsa, biz bir ro'yab shirkati bir dasturxon salayli. Urumchiga chiqib hammalarni bir yuz ko'rishtirishga biz shirkat va'da beraylik. Undan boshqa o'zingizning hozirgi sog'lomlik uchun, ya'ni yurakda masala bor sabablik davolanayotman dedingiz. Mush ahvollarni diagnozlarni bizning shirkat xodimlari bir ko'rgandan keyin bizim qo'limizdan kelishicha bir amal qilib boqaylik. Ko'nglimizni ifodalaymiz. Ha, bo'ladi, rahmat. Qish kelib qoldi. Sizning to'ngab qolmaslik uchun biz to'yliq shirkatimiz yangidan ishlab chiqargan yung tövitdan tikilgan bir ton var. Shuni sizlarga kelgizayli. Voy, rahmat. Bo'ladi, rahmat. Bizmi shu Alnur shirkatidan sizlarga hamda ayni chog'dagi milliy qismga oliy ehtirom bildiramiz. Ondan kizi baya dedingiz hamda o'zingizning sabdoshlariningki tizimligi bor dedingiz. Ashularning tizimliklarini adresini bizga ta'minlab bersangiz, biz ashularning har biriga biz shu yanada ishlab chiqargan, shu yashanganlarga mos kelgan sog'lomlik unimizni bir yetkizib hozirib olgan bo'lsak, undan keyin sizning hamda uyingiz Urumchida ekan-ku. Uyam Süydüngda. Süydüngda. G'ulji qo'rg'asini aytsi. Ha, G'ulji qo'rg'asini aytdi. Biz shu sizningki oilangizga 1 yilgacha shu Alnur Beshda xoli yo'llarini yetkazib bergan bo'lsak. Hay, rahmat. Şu sabdaşlar yığılganda hem qanchalik bo'lishingizdan qat'iy nazar hammangizga saltanat kiyimlarda saltanat kostyum birilkunlardan bir to hadiya qilmoqchi. Bir yurish. Bir yurish hadiya qilmoqchi. Rahmat, rahmat. Men sizga G'ulji Pakdil musulmon chimiylik ishlab chiqarish cheklanish shirkati nomidan 5000 yuan naqd pul ko'ngil sovg'asi qilsam, siz ash 5000 yuanga bir go'sht yeb, yana bir uzun muddat mushinda bir tetik turib turishingizni umid qilaman. Voy, rahmat, rahmat. Qism qatnaşqan sabdaşlarınızны ro'yab shirkati Urumchiga yig'ib bir dasturxon saldigan bo'ldi. Shu dasturxon salgan vaqtida kelgan barliq sizning sabdaşlarınızga bizningki Çindil markasidagi sog'lomlik oqsil talqonlaridan bir yurishdan sovg'at qilamiz. Voy, rahmat. Qabul qiling. Voy, rahmat, rahmat. Sizga odatda kim qaraydi? Aylim qaraydi. Ha, aylingiz qaramda. Şu nima parda oqisidagi qo'llig'uchini unutib qolsak bo'lmaydi. Shunaqmi? Şuna ben davamlıq sizge hemdemde bulup sizden tamaqınızı itip, qatlarınızı juyup, sizge emra buvatqan şu hadimizge 2000 yuan qimmatidagi altın göher mahsulotlardan sovg'at qilaylik. Voy, rahmat, rahmat. Şinjan Safiya Xalqaro suv chekish shirkatidan sizga 5000 yuan naqd pul hadiya qilamiz. Voy, rahmat, rahmat. Bayam şirketler özünden ko'ngil qildi. Go'har aytgandek, sizning holingizdan xabar ilib, sizni yaxshi kutayotgan adimizninki qo'rg'as noyisida doktorxonaga olib borib salomatlik tekshirib, davolanish, dori ilish kerak bo'lsa, barliq chiqimlarni biz ko'taramiz. Bo'ladi, rahmat. Tabarak atımız gensiz. Bundan keyin salomatligingiz, ömrünüzün uzun bo'lishi, shunda salomatligingiz uchun men kam shirkat nomidan dorilarni 2000 ko'ylakdek dorini men elib sizga hadiya qilay. Ondan aeroplan beltingizni men elib sizni bir yo'lga qo'yaman. Bo'ladi, rahmat. Tağımızınki
Bugün şehrinç programımızga kelişi bilen hemmelerinin köz aldığa aynı yıllardaki Kaysar jangçılarımız geldi. Şunun bilen bir vaqtda muşu fırsatdan paydalanıp vatanning birligi, xalq ammasının tinch amanlığı üçün can pidalıq bilen küreş kılıvatkan, ajrini sındırıvatkan xalq askerlerge, officer askerlerge hürmetimizni bildirimiz, salam yollayımız. Belki harbiy kısımlarda mı bizim programımızı kördüğün bizim suyumlu kişilerimiz officer askerler buluşu mümkün. Sizlerge çin jürkimizin salamımızı yollayımız. Izchil turda dövlətimizin amanlıq üçün, birliki üçün tırışçanlıq göstərən officer askerler qatarida bizga ustaz sübtida təvərrük sübtida turgan suyumlik tağımızğı mı hürmetimizni bildirimiz. Undaqda köpçilik hemmeyle birlikte en yaxşı alqışlarımız bilen Kaysar jangçı tağımızga hürmetimizni bildirimiz. Rahmet, köpçülük rahmet, köpçülük rahmet. Vay rahmet, baldırım köp rahmet. Rahmat köpçilik. Salamet bolsula tağa. Rahmet. Undaq bolsa çüş merkezge merhamet. Bilet taşlaşını başlayımız. 3, 2, 1. Mübarek olsun tağa. Ahmetlik arzu ilgisini tallaş ötkülüge kadam koyduğun buldunuz. En mühimi salamet bulun. Xuşal ötün, aylığınızkiler bizden salam etip koyun. Bulamdı. Buldu, rahmet sizge. Bulur. Vatanning bir chimdim to'pisi, bir tal moysisini qonliq kurashlar badaliga qo'g'dab kelgan jangchilar eng suyumli kishilar deb atilishga tamoman haqliq. Vatanparvarlik haqidagi bu bayonlarimizga bugungi sahnamizni yo'ritgan peshqadam jangchi Molla Niyoz Abdurahmonni dalil qilamiz. Uningga hurmat bildiramiz. Sabdashlarga beg'ishlangan shirin tushlarni olqishlarimiz bilan reallikqa ulaymiz. Ular ko'rishgan damlardagi suhbat va aslamalar tarix va kelgusi haqidagi eng jonliq tarbiya bo'g'isi.